Asabiylashish ham bir insonlar ko'pida uchrayotgan voqea bu. Asabiylash nimadan kelib chiqadi? Birinchi sabablari asabiylashish, noto'g'ri suv ichish, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri uyquni tartibga qo'ymaslikdan kelib chiqadi. Yana keyin gormonlar buzilishdan ham kelib chiqadi. Endi bunga yechimlari bor. O'zingizni yechimlari bor deganimda, bizda shunaqa asalli qorishmalar borki, asalli qorishmalarimiz yana nimadan tarkib topgan? Shu ildi giyoh shunaqa shifobaxsh tanamizga har doim aytgandek kletchatkadek 1 soatda so'rilib ketadi. Bunaqa mahsulotlarimiz erkaklarimiz uchun jismoniy quvvat, jinsiy quvvat, yotoqchilikman degan gap so'zlarni yo'q qiladi. Bu bizga murojaat qilinglar. Bizda shunaqa mahsulotlarimiz bor. 707 degan mahsulotimiz bor. Sizni jismoniy quvvatingizni oshiradi, jinsiy quvvatingizni oshiradi. Yana maxsus erkaklarimiz uchun tayyorlangan 3 ta 7 mahsulotimiz bor. Bu kayfiyatni ko'taradi, jismoniy quvvat, jinsiy quvvat, yana 2 ta bizani erkaklarda bo'lgan buyragimizni baquvvatlashtirib, sog'lomlashtiradi.